Assalomu alaykum muxlislarim, do'stlarim, kanalimiz a'zolari. Mana hozir O'zbekistonimizning Shuhrat medal sohibi ustozimiz Abdulhay aka Karimov bilan biz bir suhbat olib boramiz. Mana hozir birgalikda to'y xizmatida bo'lib qoldik. Ustozimiz kelib mehmon bo'lib, mana hozir bir suhbatini olamiz. Ustoz, assalomu alaykum. Ha, alaykum assalom. Rahmat o'rasiz. Alaykum assalom. Mana endi maqsadga bu pul haqida qo'shiq aytgansiz maqsadda. Pul haqida qo'shiqlaringiz hozir Endi bu pul bor bo'lsa bir balo, pul yo'q bo'lsa bir balo dedim. Deb aytilgan. Mana haliga pul bo'lmasa ham bir yomon narsa. Bo'lsa ham oshchasi hojat asliga yarasha pulingiz bo'lsa bo'ldi dunyoda. Lekin pul niyat qilish kerakki, pulim ko'p bo'lsa, mana studentlarga, talabalarga mana yo'l chiqaring. Yaxshi ishlar shu O'zbekistonga foydasi tegadigan, o'zbek xalqiga foydasi tegadigan, xalqimizga yaxshi ishlar qilaylik deb harakat qilish kerak. Men shunday deb o'ylayman, keyin haligi o'zini o'zi san'atkorlar malomat qilmaydi deyshadi. O'shanga bir malomat qilish qanaqa bo'ladi desa, shu odamlar har doim men zo'rman deymiz. Biz san'atkorlar unisini ko'rsangiz ham zo'rman, bunisi ham hammasi bir xil o'zi san'atkorda hammasi bir, niyati bitta. To'y bo'lsa deydi xolos, yaxshi kun bo'lsin deydi. Yomoni ham to'y bo'lsin deydi. Xalqda yaxshi kunlar ko'p bo'lsin deydi. Lekin bitta qusur borki, biz har doim men undan zo'rman, u mendan zo'r, mendan zo'rman deymiz-da. O'shaning uchun va'da qilib bajarish kerak. O'sha zo'r kim? Zo'r hammamizni yaratib qo'yibdi. Butun dunyoni yaratibdi. Butun mavjudotni yaratgan Parvardigor zo'r. Shu Alloh zo'r. Alloh fayz bersa bitta yosh bola ham o katta qushqo'ndirona ashulashini ham mot qilib qo'yadi. Odamlarni o'ziga bog'liq bu narsa. Odamlar haya qilsa o'sha ashulashini yo aytma desa ayttirmay qo'yaveradi. Ayt desa ayttiraveradi ham. Shuning uchun xalq uchun aytish kerak. O'sha uchun aytgan edimda, o'sha uchun ashulachilarda ham bir o'g'il bolasi bor ekan, u o'zini malomat qilib aytibdi, rost gapni aytibdi deb aytganmiz. Chunki o'shaligi raqs arzon. Disketni qo'yib olib ham pul qilaveradi. Bu ashulachilikni, san'atni biznes qilib oldi odamlar. Ne qarasangiz o'sha ozgina ovozi bo'lsa, disketni qo'yib Sheraka mashinasini, yana bu yerda boshqa Ozodbekda ashulasini oladi. Uni oladi, buni oldin aytib qo'ygan. Ular mehnat qilib, zaps qilib, boshqa qilib, aranjировка qilib, mana ashulani olar, yo boshqani olar. Haligini aytadi, lekin o'ziniki yemaydi, o'zini ashula qila olmaydi, ijod qila olmaydi. Bunaqalar lekin pul qiladi. O'shaning uchun mehnatsiz topilgan xavf va xatar qo'zg'aydi. Va ashulachilikning o'ziga yarasha mehnati bor. O'ziga yarasha buni haligi qiyinchiliklari bor. Buni issiq sovug'ini tatib, keyin odam yetiladi. Ashulachilar. O'sha sherakamlar misol uchun ozmuncha azob chekmagan, unda ham bor deya gapirsa, sherakamda ham misol uchun o'sha o'zini sheraka bo'lmagan, mehnat qilgan boshqa. Men faqat sherakamni deyapman, tanijoni sog' bo'lsin. Bizni to'ylarga ham kelgan. Hamma umuman O'zbekistonda sherakam bormagan joy qolmagan. Endi hozir shu san'atkorlar ulug'i ham shu sabab sherakam qoldilar. Qolgan san'atkorlar ham sog' bo'lsin, lekin o'sha insof topirli bo'laylik degan maqsadda aytganman. O'sha mehnatsiz topilgan pul xavf xatar qo'zg'aydi. Abdulhay tilagi shu halolidan bo'lsaydi. Bu qo'shiq bo'lib ma'qul. Xalq beg'araz kulsaydi, pulsiz hayot bo'lmaydi. Ammo xurjun to'lmaydi. Ko'p xurjunsiz gadolar pul o'lsin deb aytganmiz. Shu gadoga o'xshab qolmasin kerak. Lekin o'sha xolis xizmat qilsangiz o'zi xalq boqib oladi. Mendan so'rashadi.
qancha pulingiz bor deb ba'zida. O'zbekistonda qancha aholi bor deyman. Ha 30 million, 30 million bir so'mdan berganda shuncha pul bo'lar ekan deb hazillashaman. Shuning uchun odamlar bor bo'lsa, har kuni to'yingiz bor, har kuni pulingiz bor. 10 ming dollar deb qo'yasizda, bir yilda bir marta boradi. Endi olib borgan bizdan so'rasa biz mana shu kambag'allarni, o'rta miyonlarni ashlatamiz. Ko'p bunaqalar O'zbekistonda. O'shaning uchun har kun to'yga boramiz, har kuni odamlar hurmat qiladi. Bugun bo'lmasa ertaga shu hozirga ham boriga ham shukr qilib yuribmiz shu vaqtgacha. O'shaning uchun hozirgacha to'yga aytishadi. Hozirgacha shu to'y bolani aytganda tog'am olib kel deydi o'g'illari. Va hokazo va hokazo. Shuning uchun insof tobi bilan elimiz tinch bo'lsin, yurtimiz obod bo'lsin. To'y bo'lsin, o'lim bo'lmasin, to'yga borib yuraveraylik. Rahmat sizga. Ustoz, muxlislarim, do'stlari kanalimizga bir tilagingizni bildirib qo'ying. Muxlislaringiz uchun O'zbekiston muxlislari. Ha, O'zbekistonning muxlislari, O'zbekistondagi odamlar tani joni sog' bo'lsin. Millatidan qat'iy nazar. O'zbekistonda yashayaptimi? U o'zbek bo'lsin, tojik bo'lsin, negr bo'lsin, ingliz bo'lsin, farqi yo'q. Hammasi sog' salomat bo'lsin. O'zbekiston shu butun dunyoda to'ylar mamlakati, butun dunyoda mana shu O'zbekiston mehmondo'st bayramlar mamlakati bo'lib, abadul abad gullab yashaydi. Allomalar yurti bo'lib. Yangi mana 3-renessans deyapmiz. O'sha 3-renessans bo'lish uchun farzandlarimiz, kichkina bolalarimiz qalbida Alloh jo bo'lsin-da, O'zbekiston mana shu eng gullab yashagan mehmondo'st yurt bo'lib qolsin abadul abad. Rahmat ustoz, doim ellik xizmatidan charchamang, iloyim umringiz uzoq bo'lsin ustoz. Doim sog' bo'ling. Chet eldan muxlislaringiz ham doim mana buni hozir holat ko'rib turibdi. Chet eldan muxlislaringiz ham sizga doim muxlis. Rahmat. Mana biz hozir ustozimiz Abdulhay Karimov bilan intervyu olib bordik. Ustozimiz hammaga doim omad tilaydi, hammani xonadonda xursandchilik kunlar, to'ylar bo'lsin, doim xursandchilikda bo'laveraylik. Rahmat, sog' bo'linglar muxlislarim, do'stlarim, omon bo'linglar.